stolba chiqib qolsa nima bo'ladi? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, charchamasam. Mana videochani bitta ko'ringlar. Shuni uyulim akalarimiz ajoyib chiqaribdilar bu videoni. Ko'ramiz, ketdik. Shu kunduz kunku mayli ko'rinyapti-da. Kechqurun shunday kelaverasizda, ayniqsa farasi xira moshin bo'lsa, tez kelib qolsa-da, o'rtadan tanq etib stolba chiqib qolsa nima bo'ladi? Texnologiyada, yangicha texnologiya. Shu qishloq joyga kirib qolgandim, qarasam hamma stolbasi yo'lda o'rtasiga qo'yib ketilganda mana. Mana bu yoqda bittasi yo'lda o'rtasida turibdi. Bu nimaga bunday qilib ketishgan? Asfaltni ham chiroyligina qilib qo'yishibdi. Hayron qolasan. Texnologiyani qaranglar. Mana. Malades, qoyil qolmasdan iloji yo'qda. Gullab yashnab, bir O'zbekiston bo'yotibdi.